2,5 yoshli bolani 20 kun oldin operatsiya qilganmiz. Tekshirib ko'rganda adenoid vegetatsiya 3-daraja, tana yumurtalik hipertrofiyasi 3-daraja, o'ng tomonda pardon orqasi suyuqlik, chap tomonda halsitoma. 4 ta operatsiya bitta etapda bajarilgan. Hozir qayta ko'rikka kelishdi. O'ng qulog'ini paratsentez qilganmiz, suyuq olib tashlaganmiz. Demak, ko'ramiz mana. Va shu zo'r turibdi parda. Idealni. Chap quloqdan biz tug'ma halsitoma olganmiz. Endoskop yordamida o'shani bitta ko'ramiz. Mana holati bashi zo'r, idealni. Mana bitta oldida edi. Halsitomasi olingan, parda butunligi saqlanib turibdi, chunki kesma oldindan bo'lgan. Вообще idealni holatda. Qanaqa hozir? Yaxshimi? Eshishlari, nafas olishi yaxshimi? Apnoe yo'qoldimi? Alhamdulillah. Yosh bolachada ham apnoe bor, biroq qiynagan. Apnoe hisobiga, quruq ochiq hisobiga bola возбужденный bo'lib qolgan. Kunduz kuni ham juda ham sho'x, giperaktiv bo'lib qolgan. Hozir onalarning aytishi bo'yicha zo'r spakoynlashdi, zo'r uxlashi ham yaxshi, yurishi ham yaxshi dedi. Alhamdulillah, juda ham zo'r natija. Aqlli bola bo'lgani uchun bizga zo'r podarkamiz bor. Shaxsiy brend tushirilgan daftarimizdan beramiz. Qara, bu ham senga. Ichiga yozasan, ichiga keyin. Uni xursand. Subhanalloh.